Luqmon Hakim tog'da giyoh terib yursa, bir giyoh: "Ey Hakim, men yurak dardiga davoman" debdi. Luqmon Hakim boyagi giyohni uyiga olib kelib qaynatayotsa, bir bola chopib kelib, "Mening onamni yuragi xuruj qilib qoldi" debdi. Luqmon Hakim boyagi doridan beribdi. Bir necha kundan keyin ko'chada Luqmon Hakim boyagi bolani ko'rib qolibdi. Bola Luqmon Hakimni oldiga kelib: "Sen yolg'onchi ekansan. Seni giyohing onamga foyda bermadi. Onam o'sha kuniyoq olamdan ko'z yumdi" debdi. O'sha kuni Luqmon Hakim kayfiyati yo'q ahvolda tog'da yana giyoh terib yursa, o'sha giyoh: "Men yurak dardiga davoman" dedi. Luqmon Hakim: "Ey giyoh, sen yolg'onchi ekansan. Meni bemorimga shifo bo'la olmading" desa, giyoh: "Ey Luqmon, men o'limga emas, yurakka davoman. O'lim esa Allohning qo'lida" debdi.